Farruh aka, nimaga Yevropada ustalar bitta brendga sodiq? Bu yerda agar kuzatgan bo'lsangiz, ular asosan ishlayotgan kraskasini oladigan bo'lsa, misol, u kraskani sifati birinchi o'chirdi. Bundan tashqari ish jarayoni. To есть bu yerda qanaqadir boshqa brendda ishlatib turib, uni to'g'ri ishlatish sistemasini yoki etaplarini o'rganish ham ular uchun как бы lishniy vaqt, lishniy energiya sarflash degani. O'shaning uchun ham bitta brendda ushlaydi, yaxshisini ushlaydi-da, o'sha bo'yicha faqat постоянно ishlab beradi. Misol uchun Angliyada Deluxe'da juda ko'p statistika bo'yicha где-то adashmasam bir 2000-3000 tadan oshiq usta ishlatadi, faqat Deluxe'da. Voy, gap yo'q. Xullas, aka, meni xulosam shunaqa bo'ldi. Shunda o'tdagi ustalar malakali ish olib borish uchun, ya'ni yaxshi ish olib borish uchun o'zi uchun yaxshi bitta sifatli brendni tanlaydi, servisi yaxshi bo'lsa, maza qilib ishlab yuraveradi. Ya'ni pul uchun yo uni yo buni tanlab, ertaga sifatdan yutqizib qo'yib, albatta, klient oldida obro'sini to'kib, albatta. Gap bo'lishi mumkin emas. Bunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun hozir o'zida Deluxe Marshall akkauntiga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bundan buyog'iga faqat juda ham qiziqarli va foydali ma'lumotlar chiqadi. Fikrlarni izohda kutamiz.